Assalomu alaykum. Bizga Sunna Products jamoasidan savol berishibdi, hadya berishibdi. Biz bir marta jiyanimga shunaqa narsa aytgandimki, hadya yuborishlarida jiyanim so'ragandi, buni nimaga jo'natib olishdi dedi. Biz shunaqa zo'r sohada ishlaymizki, mijozlarga biz ishlarni qilib beramiz. Ular bizga rahmat aytishadi. Rahmatdan tashqari plan berishadi, men hadyalar ham jo'natib olishadi degandim. Shu payti Baxtiyorjon aka, hech mashina sotadigan biznes bilan ishlab ko'rganmisiz yoki qurilish kompaniyasi bilan ishlab ko'rganmisiz degan savol bergandi. Bu savol mijozlarimizga bermoqchiman man. Rahmat Sunna Products jamoasiga. Nima deydi? Hech qanaqa sababsiz hadyalar jo'natganlar uchun.